Oqibat hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga molik bir masalani muhokama qilamiz. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r, oilasini ta'minlayotgan har bir shaxs uchun shoshilinch darajada zarurdir. May oyining 1-sanasidan boshlab kuchga kiradigan yangi qoidalar sizning nafaqangizga, ijtimoiy ta'minotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik va kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmasini bosing va ushbu muhim videoga like qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumot imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Hurmatli do'stlar, avvalambor vaziyatni chuqurroq tushunib olishimiz uchun eski tizim qanday ishlagani va endi nimaning o'zgarganini aniqlab olaylik. Ilgari nafaqa tizimi asosan xizmat staji va ish haqi miqdoriga asoslanar edi. Ya'ni siz qancha ko'p ishlagan bo'lsangiz va ish haqingiz qanchalik yuqori bo'lgan bo'lsa, shuncha katta nafaqa olish imkoniyatiga ega edingiz. Bu tizim o'zining ijobiy tomonlariga ega edi, albatta. Mehnatga rag'bat berish va odamlarni uzoq muddat ishlashga undash kabi. Ammo uning muammolari ham yo'q emasdi. Masalan, ayrim fuqarolarimiz turli sabablarga ko'ra yetarli ish stajiga ega bo'lmaganliklari yoki past maoshli ishlarda ishlaganliklari tufayli juda kam nafaqa olardi. Yoki oilasida og'ir kasallikka chalingan a'zosi bo'lgan, doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan. Shuning uchun ishlay olmagan ayollarimiz, ayniqsa qishloq joylarda yashovchi ayollarimizning ahvoli ancha og'ir edi. Ularning nafaqasi minimal darajada bo'lib, hayot kechirishlari uchun yetarli emasdi. Bu esa afsuski ijtimoiy tengsizlikni keltirib chiqarib, ayrim guruhlarni moliyaviy qiyinchiliklarga duchor qilardi. May oyining 1-sanasidan boshlab hukumatimiz tomonidan yanada adolatli va ijtimoiy yo'naltirilgan dastur ishga tushiriladi. Bu aholining ehtiyojmand qatlamlarini maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi deb nomlangan bo'lib, uning asosiy maqsadi nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish. Ayniqsa eng zaif va moliyaviy jihatdan qiynalayotgan oilalarni qo'llab-quvvatlashdir. Bu dastur shunchaki nafaqa miqdorini oshirishdan iborat emas, balki nafaqaxo'rlarga nafaqadan tashqari qo'shimcha imtiyozlar va yordam turlarini taqdim etishni ham ko'zda tutadi. Dasturning eng muhim jihati shundaki, u nafaqaxo'rning moddiy ahvolini, oilasining tarkibini, yashash sharoitlarini va sog'lig'ini inobatga oladi. Ya'ni, endi shunchaki ish staji va ish haqi emas, balki umumiy ijtimoiy iqtisodiy holat ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yangi yondashuv nafaqaxo'rlik davrini yanada xavfsiz va qulay qilishga qaratilgan bo'lib, har bir fuqaroning hayot sifatini yaxshilashni maqsad qilgan. Ushbu yangi tizimga o'tish ko'p odamlarning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli har bir tafsilotni bilish va to'g'ri harakat qilish juda muhimdir. Keling, endi ushbu yangi dasturning asosiy jihatlarini atroflicha ko'rib chiqaylik. Chunki aynan shu yerda ko'plab savollar paydo bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda bu dasturga kimlar murojaat qilishi mumkin va kimlar uchun ayniqsa dolzarb ekanligini bilishimiz zarur. Kimlar uchun bu dastur ayniqsa muhim? Bir o'zi yashovchi kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar. Astirish, agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz va oylik daromadingiz, nafaqangiz belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan past bo'lsa, siz ushbu dastur bo'yicha qo'shimcha yordam olishga haqlisiz. Bu ayniqsa yolg'iz keksalar uchun juda muhimdir. Nogironligi bor nafaqaxo'rlar. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ular qanday guruhga mansub bo'lishidan qat'i nazar, qo'shimcha tibbiy xizmatlar, reabilitatsiya vositalari va dori-darmonlar uchun kompensatsiya olishlari mumkin. Bu ularning hayot sifatini sezilarli yaxshilaydi. Oilasida nogironligi bo'lgan yoki surunkali kasalliklar bilan og'rigan a'zosi bor nafaqaxo'rlar. Agar sizning oilangizda doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan shaxs, masalan, yotib qolgan bemor yoki ikki guruh nogironi bo'lsa, siz maxsus parvarish nafaqasiga qo'shimcha ravishda moddiy yordam olishingiz mumkin. Bu yordam parvarish xarajatlarini qoplashga yordam beradi. 4. Uzoq muddatli kasallikka chalingan nafaqaxo'rlar. Agar siz og'ir yoki surunkali kasalliklar bilan og'rib, doimiy davolanishga yoki qimmatbaho dori-darmonlarga muhtoj bo'lsangiz, shuningdek, sanatoriy kurort davolanishga ehtiyoj sezilsa, dastur sizga ushbu xarajatlarni qisman yoki to'liq qoplashda yordam berishi mumkin. Keling, endi bir nechta hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu sizga vaziyatni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Misol, yolg'iz yashovchi nafaqaxo'r xonim.
Farg'ona viloyatidan 72 yoshli Mahbuba opa yolg'iz yashaydi. Uning farzandlari xorijda ishlashadi va ba'zida yordam berishadi, lekin doimiy emas. Mahbuba opaning oylik nafaqasi 1 million 200 ming so'm. Uning kommunal to'lovlari, oziq-ovqat va dorilarga oyiga o'rtacha 1 million so'm atrofida xarajat qiladi. Yangi tizimga ko'ra, Mahbuba opa yolg'iz yashovchi kam ta'minlangan nafaqaxo'r sifatida ro'yxatdan o'tib, oylik 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha ijtimoiy nafaqa olish imkoniyatiga ega. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Unga qo'shimcha dori-darmonlar sotib olish yoki oziq-ovqat mahsulotlariga sarflash imkonini beradi. Bundan tashqari, u yiliga bir marta sog'lig'ini tiklash uchun sanatoriyga imtiyozli yo'llanma olish huquqiga ham ega bo'ladi. Astik ikki misol. Oilasida nogiron farzandi bor nafaqaxo'r ota. Siz Samarqand viloyatidan 65 yoshli Komil aka o'z xotini va I guruh nogironi bo'lgan 3 yoshli qizi bilan yashaydi. Komil akaning nafaqasi 1 million 500 ming so'm, xotinining nafaqasi esa 1 million 100 ming so'm. Qizining nogironlik nafaqasi 800 ming so'm. Oilaning umumiy daromadi 300 ming 400 ming so'm. Bu oila uchun har oy nogiron farzandning davolanishi, maxsus parvarishi va dori-darmonlariga kamida 1500 ming so'm xarajat qilinadi. Yangi dastur bo'yicha Komil aka oilasida nogironligi bo'lgan shaxs borligi sababli maxsus parvarish uchun 500 ming so'm miqdorida oylik qo'shimcha yordam olishi mumkin. Shuningdek, ular qizlari uchun har 6 oyda bir marta maxsus reabilitatsiya markazlarida davolanish uchun imtiyozli yo'llanmalar olish imkoniga ega bo'ladi. Bu oilaning moliyaviy yukini sezilarli kamaytiradi. Asossiz ichki misol. Faol ishlayotgan, lekin sog'lig'i zaif nafaqaxo'r ayol. Toshkent shahridan 6 yoshli Gulnora opaning nafaqasi 1 million 300 ming so'm. U hali ham kichik bir korxonada buxgalter bo'lib ishlaydi va oylik 2800 ming so'm maosh oladi. Uning umumiy oylik daromadi 3100 so'm. Gulnora opa uzoq yillardan beri qandli diabet kasalligi bilan og'riydi va doimiy ravishda insulin va boshqa dori-darmonlarni qabul qiladi. Har oy dori-darmonlarga kamida 700 ming so'm sarflaydi. Yangi dasturda Gulnora opa ishlayotgan bo'lsa-da, uning doimiy davolanishga muhtojligi inobatga olinib, dori-darmon xarajatlarining bir qismini qoplash uchun har chorakda 100 ming so'm miqdorida kompensatsiya olishi mumkin. Ya'ni u har 3 oyda bir marta 100 ming so'm miqdorida yordam oladi. Bu esa uning dori-darmon xarajatlarini sezilarli darajada yengillashtiradi. Bu misollar yangi dastur har bir nafaqaxo'rning o'ziga xos holatiga moslashishga intilib, eng muhtojlarga qo'l uzatishni ko'rsatadi. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu dasturda ham istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan muammolar bo'lishi mumkin. Ularni tushunish sizni ortiqcha tashvishlardan xalos qiladi. Daromad chegaralari va ularni hisoblashdagi nozikliklar. Aslida dasturga murojaat qilayotgan har bir nafaqaxo'rning va uning oila a'zolarining umumiy daromadlari hisobga olinadi. Bu nafaqat nafaqa va ish haqi, balki boshqa manbalardan olinadigan daromadlarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, bankdagi omonatlardan olinadigan foizlar, ijara to'lovlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotishdan olingan daromadlar va boshqalar. Eng muhim nuqtalardan biri shundaki, bu daromadlar har bir oila a'zosiga bo'lingan holda hisoblanadi. Ya'ni, agar sizning oilangizda yashaydigan kishilar, masalan, ishlaydigan farzandlaringiz bo'lsa, ularning daromadlari ham umumiy hisobga kiritilib, keyin oila a'zolari soniga bo'linadi. Agar har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad davlat tomonidan belgilangan kam ta'minlanganlik chegarasidan oshib ketsa, siz dastur bo'yicha qo'shimcha yordam ola olmasligingiz mumkin. Bu ko'pincha shunday holatlarda yuzaga keladiki, nafaqaxo'rning o'z daromadi past bo'lsa-da, u bilan yashayotgan farzandlarining daromadi yuqori bo'ladi. Masalan, Toshkentda yashovchi 7 yoshli Dilfuza opaning nafaqasi 1 million 100 ming so'm. Uning o'g'li va kelini bilan birga yashaydi. O'g'lining oylik maoshi 7 million so'm. Kelinining maoshi esa 5 million so'm. Oilaning umumiy daromadi 1 million 5 ming 7 million 5 ming 13 ming so'm. Oilada 35 kishi bor. Har bir kishiga to'g'ri keladigan daromad 13 3 so'm. Agar kam ta'minlanganlik chegarasi aytaylik 2 ming so'm bo'lsa, Dilfuza opa bu dastur bo'yicha yordam ola olmaydi. Chunki oilaviy daromad ulushlari chegara me'yoridan ancha yuqori.
muddatlarni o'tkazib yuborishning oqibatlari arizalarni topshirish uchun ma'lum muddatlar belgilanadi. Agar siz ushbu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, qo'shimcha yordamni faqat keyingi davr uchun olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni oldingi muddatga tegishli pullar sizga berilmaydi. Shuning uchun bu videodagi ma'lumotlarni eshitishingiz bilanoq harakatni boshlash juda muhim. Agar siz hozirda nafaqa olayotgan bo'lsangiz ham, bu yangi dastur bo'yicha qo'shimcha yordam olish uchun alohida ariza topshirishingiz shart. Bu avtomatik ravishda amalga oshirilmaydi. Ko'pchilik eski tartib bo'yicha nafaqa avtomatik tarzda qayta hisoblanishini kutib o'tirishi mumkin. Ammo bu yangi dasturda bunday emas. Hujjatlarning to'liqligi va aniqligi. Murojaat paytida taqdim etiladigan hujjatlarning to'liqligi va ulardagi ma'lumotlarning aniqligi juda muhim. Agar hujjatlarda biron bir xatolik bo'lsa yoki muhim hujjat taqdim etilmasa, arizangiz rad etilishi mumkin. Bu vaqtingizni va asablaringizni behuda sarflaydi. Ayniqsa tibbiy ma'lumotnomalar, oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotlar, daromadlar haqidagi guvohnomalar juda diqqat bilan tekshiriladi. Hujjatlarni to'plashda xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun har bir hujjatni bir necha marta ko'zdan kechirishni va ularning haqiqiyligiga ishonch hosil qilishni tavsiya qilaman. 4. Yashash joyi va ro'yxatga olish masalasi. Ba'zi holatlarda nafaqaxo'rning haqiqiy yashash joyi uning doimiy ro'yxatga olingan manzili bilan mos kelmasligi mumkin. Yangi dasturda ijtimoiy yordam aynan sizning haqiqiy yashash joyingizdagi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun agar siz ro'yxatga olingan joyingizdan boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, mahalliy hokimliklar yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari bilan bog'lanib, vaziyatni aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Aks holda sizning arizangizni ko'rib chiqish jarayoni murakkablashishi yoki uzoq vaqtga cho'zilishi mumkin. 5. Yangilanishlar va o'zgarishlar. Dastur yangi bo'lgani sababli uning amalga oshirish jarayonida ba'zi o'zgarishlar yoki qo'shimchalar kiritilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbalardan, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi saytidan yoki Adliya vazirligining normativ huquqiy hujjatlar portalidan muntazam ravishda ma'lumotlarni tekshirib borish muhimdir. Mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlaridan ham maslahat olishni unutmang. Bu jihatlarga diqqat dasturdan maksimal foydalanish va keraksiz muammolardan qochish imkonini beradi. Har doim to'liq ma'lumotga ega bo'lishga intiling va shubhali holatlarda mutaxassislardan maslahat so'rashdan tortinmang. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy tavsiyalar. May oyining 1-sanasidan boshlab bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun nima qilish kerak? Har bir qadamni aniq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Asosiy qadam ma'lumot to'plash va vaziyatingizni baholash. Avvalo, yuqoridagi mezonlar asosida o'zingiz va oilangiz holatini xolisona baholang. Siz kam ta'minlanganmisiz? Oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bormi? Doimiy tibbiy parvarish yoki qimmatbaho dori-darmonlarga ehtiyojingiz bormi? Barcha daromad manbalaringizni hisobga oling. Shuningdek, yashash xarajatlaringizni ham chamalab chiqing. Agar siz o'zingizni ushbu dastur bo'yicha yordam olishga haqli deb hisoblasangiz, keyingi qadamlarga o'tishimiz mumkin. Qadam. Zarur hujjatlarni tayyorlash. Bu eng asosiy va ehtiyotkor qadamdir. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat, asl nusxasi va nusxasi, nafaqa guvohnomasi. Asl nusxasi va nusxasi oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan mahalladan olinadi. Bu hujjatda oilangiz a'zolari, ularning yoshi va qarindoshligi ko'rsatiladi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan so'nggi 12 oydagi oylik maoshingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar ishsiz bo'lsangiz, bu haqda tegishli tashkilotdan ma'lumotnoma. Oilaning boshqa ishlaydigan a'zolari ham o'z ish joylaridan xuddi shunday ma'lumotnomalarni olishlari kerak. Bank hisob raqami rekvizitlari, yordam puli o'tkaziladigan bank kartangizning raqami yoki shaxsiy hisob raqamingiz. Nogironlik haqidagi hujjat agar mavjud bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi ta'min xulosasi. Tibbiy ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa, surunkali kasalliklar yoki doimiy davolanishga muhtojlikni tasdiqlovchi poliklinika yoki shifoxona ma'lumotnomalari, epikrizlar. Shaxsiy uy-joy yoki ijarada yashash to'g'risidagi hujjatlar, bu ayniqsa kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya olishga yordam berishi mumkin bo'lgan holatlarda muhim.
barcha hujjatlarning asl nusxalarini va ularning sifatli nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda hujjatlar skaner qilingan holda elektron shaklda ham talab qilinishi mumkin. 3 qadam. Arizani topshirish joyi usuli. Astasiki siz arizani bir necha usulda topshirishingiz mumkin. Astas mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari bu eng asosiy va qulay usuldir. Siz o'z mahallangizdagi bo'limga murojaat qilasiz. U yerda mutaxassislar sizga ariza shaklini to'ldirishda yordam berishadi va barcha savollaringizga javob berishadi. Bu usul ayniqsa hujjatlar bilan ishlashga qiynaladigan keksalar uchun juda qulay. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Respublikamizning har bir tuman va shahrida mavjud bo'lgan DXM orqali ham ariza topshirishingiz mumkin. Bu yerda sizga elektron navbat tizimi va zamonaviy sharoitlar yaratilgan bo'lib, jarayon tez va qulay o'tadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati elektron raqamli bo'lsa, arizani onlayn topshirishingiz mumkin. Uz portaliga kirib, ijtimoiy himoya bo'limidan tegishli xizmatni tanlab, ko'rsatmalarga amal qiling. Kod qadam. Arizani ko'rib chiqish jarayoni va javob kutish. Arizangiz topshirilgandan so'ng mutaxassislar uni ko'rib chiqadilar. Bu jarayon odatda 10-15 ish kunigacha davom etishi mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar arizangiz ma'qullansa, sizga tegishli xabarnoma keladi va yordam puli belgilangan bank hisob raqamingizga o'tkaziladi. Agar rad etilsa, rad etish sabablari yozma ravishda ko'rsatiladi va siz kamchiliklarni bartaraf etib, qayta murojaat qilishingiz mumkin. 5 qadam. Doimiy monitoring va yangilanishlar. Agar siz dasturga qabul qilingan bo'lsangiz ham, daromadingiz va oilaviy ahvolingizdagi o'zgarishlar haqida tegishli organlarni xabardor qiling. Masalan, agar oilangiz daromadi sezilarli darajada oshsa yoki sizning ahvolingiz yaxshilansa, bu haqda xabar berish majburiy. Aks holda ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarishga majbur bo'lishingiz mumkin. Unutmang, hurmatli nafaqaxo'rlar, bu sizning huquqingiz. Davlat sizni qo'llab-quvvatlaydi. Sizdan talab qilinadigan huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanishdir. Bu jarayon bir oz vaqt va sabr talab qilishi mumkin. Lekin natija bunga arziydi. Xulosa qilib aytganda, hurmatli tomoshabinlar, 20 oydan boshlab nafaqaxo'rlar uchun kuchga kiradigan yangi aholining ehtiyojmand qatlamlarini maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi mamlakatimiz ijtimoiy himoya tizimida muhim o'zgarishdir. Bu dastur ayniqsa kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan va surunkali kasalliklar bilan og'rigan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha moddiy yordam va imtiyozlar olish imkoniyatini yaratadi. Biz bugun bu yangilikning barcha muhim jihatlarini, uning kimlar uchun mo'ljallanganligini, e'tibor berish lozim bo'lgan nozik nuqtalarni va qanday amaliy qadamlarni bajarish kerakligini atroflicha ko'rib chiqdik. Bu ma'lumot siz uchun qanchalik foydali bo'ldi? O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki sizda ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar yoki o'z tajribangiz bordir. Ular boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Sog' bo'ling va o'z huquqlaringizni biling.